Böğrüler topidagi aql farosat. Kanadalik bir operator böğrüler topining yurish sap shaklini tafsiliy suratga ilib olgan bo'lib, shu jarayonda u kishini to'limi hayron qoldiradigan bir alohidlikni bayqagan. Ya'ni böğrülarning haqiqiy atamoni eng oldida mangmaydi ekan. Eng oldida mangan 3 böğrüning jug'unaydi yo'g'on bo'lsa-mu, amaliyotda ular böğrüler topidagi eng ojiz böğrüler hisoblanadi ekan. Ular yesh cho'ngib qolgan yoki og'rib qolgan böğrüler bo'lib, ularning eng oldida mengishi butun sapning yurish ritmini egilab turish, boshqa böğrülerning sapdan tushib qolishining oldini olish uchun ekan. Buni to'limi dana tadbir deyishga bo'ladi. Ammo tuyuqsiz hujumga uchrab qolsa, eng avval ziyon zahmatga uchraydiganimi shular bo'ladi ekan. İkinci atrofdagisi bu böğrüler topidagi eng kuchli qo'shin bo'lib, ularning hammasi yosh ham qovul böğrüler ekan. Har qanday ishga nihoyatda tez sur'atda inkas qaytara oladi ekan, ham tuyuqsiz kelgan dushmanga eng shiddatli holda qaytarma hujum qo'zg'ab, eng oldida ketayotgan qeri böğrülerga moslashib jangga otlanadi ekan. Ularning keyindagisi 3-atraf bo'lib, u tishi böğrüler va bo'ri kuchuklardan tashkil topgan ekan. Ularning kuchi sal ojizroq bo'lsa-mu, lekin ular böğrülerning kelgusiga vakillik qiladi ekan. Shunga eng bexatar o'ringa o'rinlashtirilgan ekan. Eng kaynidagi 4-atraf bo'lsa, 2-atrofdagilarga o'xshashli yosh ham kuchli böğrüler bo'lib, butun sapni qo'g'dashga mas'ul ekan. Bu sap shakli nihoyatda chechanlik bilan tuzilgachga, kayni tarafdan tuyuqsiz hujumga uchragan taqdirdami, tishi böğrüler bilan bo'ri kuchuklariga hech qanday xatar yetmaydi ekan. Shundaqla boshqa atrofdagilarga inkas qaytargudek vaqtni qo'lga keltirib beralaydi ekan. Eng oxirida mang'ini bir tanho bo'ri bo'lib, butkul bo'ri to'pig'i kaynidan oldirmay agishib mangadi ekan. Bo'rilarning haqiqiy atamonimi dal mushu bo'ri ekan. U butkul bo'ri to'pining bexatarligini hushyorlik bilan kuzatib, ularning kaynidan ma'lum orliq qoldirib mangadi ekan. Do'stim, bo'rilar to'pidagi bu sap shaklidan siz nimalarni his qildingiz?